yurib kelsang zo'r sog'an bu. Kelchi. Kelchi. Молодец. Qani Marjona. Marjona sen uddalaysan. Buni ham Qashqadaryodan kelgan. Marjonani yurib ketishi klinikamiz uchun bayram bo'ldi. Juda ham dahshat bo'ldi. Marjona ancha vaqtdan beri muolajalar olmagan, umuman reabilitatsiyaning nimaligini bilishmaydi. Chunki ko'pchilik shifokorlar ularga ota-onasiga ayniqsa otasiga alohida chaqirib, "Yo'q, bolang yurmaydi, oladigan muolajalar foyda yo'q, davolatma" deyishgan. Faqat bittagina onasi umidini uzmaganda, onasi bilan Marjonani o'zida ishonch qolgan. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qolganda bizga murojaat qilib kelgan. Harakati, ishtiyoqi, nimasi energiyasi shunday kuchliki, qani mashq qilamiz, 2 mahal, 3 mahal, 4 mahal charchamayman, mashq qilamiz deb umuman nol holatdan mana shunday xastada yuradigan bo'lib, juda boshqacha holat bo'ldi. Onasi borki yig'laverdi Marjonani holatdan. Marjonani ko'rdinglar, yig'lab ko'z yoshlariga g'arq qildi borku mani. Juda ham dahshat holat bo'lgan. Men aytaman, hech qachon kim nima deyishidan qat'iy nazar umidingizni yurmang. Siz albatta yurasiz. Farzandingiz albatta yuradi, gapiradi, yaxshi bo'ladi. Nevrologik kasalliklar albatta yaxshi bo'ladi. Ishonch bilan, amaliyoti bilan, tajriba bilan kelib chiqib 100% ishongan holatda ishonch bilan ayta olaman.